Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi ochirim nimaga sizlar tez ayrilasizlar? Bu umumiy ochirim bo'ladi. Shaxsiy ochirim uchun Telegramga Feride Tarot Kart deb yozsangiz men bilan bog'lanishingiz mumkin. Niyatingizni oldim, shifoli bo'lsin ochirim. Nega sizlar tez ayrilasizlar? Xo'sh, kartalarda ko'raylikchi. Nimaga sizlar tez ayrilasizlar? Bu yerda asosiy sabab muvozanatlaringiz, ya'ni munosabatlaringizda to'liq bir yo'qligini ko'rsatmoqda. Siz bu insonni chindan ham sevasiz, unga bog'langansiz, u sizni hayotingizda katta o'rin egallagan. Go'yoki u siz hayotingizda nimadir yetishmayotgandek o'zingizni his qilasiz. Lekin siz berayotgan mehr, e'tibor, qo'llab-quvvatlashmi aqlingizdagi inson siz kabi javob bermayapti. Bu munosabatlaringizni saqlab qolishga ko'p harakat qilasiz. U esa ba'zan sovuqlashadi, asabiy bo'ladi, bir chetga yo chiqib ketadi. Yoki zimmangizga mas'uliyatni tashlab qo'yadi. Kartalarimiz shularni aytmoqda azizlarim. Shu boisdan munosabatlaringizda bir xil holat tez takrorlanyapti azizlarim. Yaqinlashasizlar, muammolar chiqadi, yoki ishda yoki oilasida uzoqlashasizlar, yana sog'inch. Bir-biringizni kuzatasizlar va yana qaytasizlar. Bu kartamizda shular haqida aytmoqda. Bu yerda ayb sizda emas. Siz o'zingizga boshqacha yo'l tutsam, uni tushunsam, o'zimni o'zgartirsam, hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylaysiz. Ammo kartalar shuni ko'rsatyaptiki, hamma aybni o'z zimmangizga olmasligingiz kerak. Aqlingizdagi inson ham o'zida hal qilinmagan masalalari bor. Aqlingizdagi inson his-tuyg'ularini to'liq ko'rsata olmaydi. Ba'zida nima istashligini o'zi ham bilmasligini bu kartamizda aytmoqda azizlarim. Siz esa undan aniqlik, chiroyli munosabat kutasiz. O'zini o'zi tushunmagan inson o'zgani qanday tushunadi? Ya'ni bu kartamiz shunday deb sizlarga javob bermoqda. Munosabatlaringizda yana bir sabablardan biri bir tomondan emas, ikki tomondan harakat bo'lishligi kerakligi. Bir inson kutadi, ikkinchisi esa harakat qilmaydi. Natijada esa kutish, ranjish, shubha va charchoq yig'ilib boradi. Sizning energiyangiz esa juda chiroyli ko'rinmoqda. Siz shunday bir insonsizki, mehr bera oladigan, sevgan insonni chin dildan sevadigan, ya'ni yurakdan bog'lanadigan insonsiz. Aynan kartalar shu sababli ba'zan uning xatti-harakatlarida juda ko'p e'tibor berganingiz uchun o'zingizni unutib qo'yishingiz mumkinligini, yana nima desam,
kartalarda bir xil doiradan chiqishingiz kerak degan bir ma'no bor. Agar har safar eski muammolarni eski usulda hal qilishga harakat qilsangiz, munosabatda yana o'sha holat takrorlanaveradi. Shuning uchun sizlar tez-tez ajralishga asosiy sabab sevgi yo'qligi emas, aksincha azizlarim, sevgi bilan birga, ya'ni harakat qilishlaringiz kerakligi, o'zaro gaplashish, nima desam, hamma mas'uliyatni, ya'ni o'z zimmangizga olishingiz kerakligi emas, ya'ni ikki tarafdan harakatda bo'lishligingiz kerakligi, sizlarga nima desam, mas'uliyat yetishmasligidan, ya'ni bu holatlar tez-tez sizlarga takrorlanyapti azizlarim. Aytishlaringiz mumkin, sen qayerdan bilasan bizni vaziyatni deb. Hech kim bir-birini vaziyatini bilmaydi. Sevishgandami, munosabatlaringizdami, nimaiki bo'lmasin, bir xil holat sizlarda doimo takrorlanaversa, doimo biz shunaqa chiroyli munosabatda bo'lamiz degan kabi o'y fikrlar sizlarda o'taydigan bo'lsa, bu xato. Aqlingizdagi insonni suhbatdami, отношениядami? Hop, kartalarda ko'raylikchi. Suhbatdami, отношениядami? O'zingiz uchun partnyoringizni xulosa qilib, qachon qanday vaziyatda yo'l tutishni, ya'ni bilib olsangiz, aqlingizdagi inson, agar kartada ko'rayotgan bo'lsa, aqlingizdagi inson sizdan tez-tez uzoqlashmasligini, agar sabab bo'lmasa, noo'rin hech narsa sizlarga to'siq bo'la olmasligini kartamizda javob berib o'tdi azizlarim. Bugungi ochirim shu edi. Barchangizga rahmat. Agar yoqsa like, komment yozishni unutmang. Alloh doimo yo'llaringizni ochsin. Keyingi ochirimlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.